O'zini yaxshi ko'rgan qizi bo'lsa-chi degan savol bo'lyapti. Ota-onaga borini aytish kerak. Sizni yaxshi yomon gapingizga eng avvalo do'st u ota-ona hisoblanadi. Nima bo'lsa ham ota-ona bilan ulashish kerak-da, bo'lishish kerak. Rejangiz bo'ladimi, ko'zlagan qizingiz bo'ladimi? U ho begona bo'lsin, ho qarindosh, farqi yo'q. Ota-onaga bor gapni aytish kerak. Men bir oilani bilaman, shuni qizi bor, shunda ko'nglim bor, shuni masalan sevaman. Agar xo'p desanglar, shu oilani ham bir ko'ringlar deb taklifini farzand ochiq-oydin berish kerak. Yaxshi ko'rgan qizni ota-onaga ma'qul bo'lgan taqdirda ham, lekin baribir qadriyat nuqtai nazaridan sababini qilish kerak. G'aybni hech kim bilmaydi-ku masalan. Hayot hali u vaqtinchami, bu oila qurib, keyin ko'ngli sog'ib ketib, keyin boshqa kamchiliklar, nuqsonlar masalan ko'ringanda u boshqa katta bir oilani ajrashishga sabab bo'lib qoladimi? Hech kim bilmaydi buni oldindan. O'shaning uchun o'zi topgan qizga ham, ota-onasi topgan qizga ham qadriyat nuqtai nazaridan istorasini qilib, sabablarini qilib, keyin oila qurish